chiqishi. Assalomu alaykum. Men Aziz Akmalovich jiyanlar bo'laman. Aziz Akmalovich butun shahar taniydi. Aziz Akmalovich kim? Bilsinmi? Aha, keyinchi? Aziz Akmalovich butun bizneslarni men boshqaraman. Ya'ni tog'amning o'ng qo'llariman. Bu hamma narsaga tog'asini tiqishtiraverarkan, va tushunib bo'lmaydi. Biz oilamiz bilan maslahatlashib, keyin tog'ingizga javobini aytamiz, xo'p? Tushunarli. Sog' bo'linglar. Tog'asini ismi nima edi? Aziz Akmalovich. Aziz Akmalovichga salomimizni yetkazib qo'ying-a. Toga amaki qolganini bilmayman. Men umrimning aksariyat qismini Yevropada yashab o'tkazganman. Yevropani madaniyati, Yevropani odamlari, hammasi samimiy. Ha aytgancha, to'y Yevropada bo'ladi va bizlar Yevropada yashashga qolamiz. Bitta qizimiz Yevropaga olib ketaman deyaptimi? No. Yevropaning markazida 2 xonalik uyim bor. Посмотри на меня. Почему ты так много болтаешь? Munovi qiz nima gapni bo'ltaylaydi? I'm sorry. Ismingiz nima edi? Pajik. O'zbekchasi. Panja. Anjuman demaysan, uka. Boyadan beri bosh qotirasan, европейский deb. Biz Yevropacha o'ylab, javobini sizga yetkazamiz. Eshitdingmi? Panjik? I'm sorry. To'g'risi, men g'irt yetim. Hech kimim, hech nima qo'yimam yo'q. Lekin sizlarga zo'r yangiligim bor. Qanaqa yangilik? To'ydan keyin hammamiz bitta oila bo'lib, sizlarnikida yashashimiz mumkin. Oyijon, shunday ko'zlaringiz mehrli ekanki, qarab odam to'ymaydi. Dadajon nurli yuzingizga qaragan sarim qaragim kelyapti. Shunaqa mehribon oilaga o'g'il bo'lish niyatim bor. Hozirdan jon deyishini qarang dadasi. Jon deb hali joningni sug'urib olmasa bo'ldi bu. Bitta qizimizni begonaga uzatmaymiz, yonimizda bo'ladi dadasi. To'g'ri kelgan odamni javob kelaveradimi? Hali qizing nima deydi bunga? Я согласна. Ya doji. Kuyov bilan bitta uyda yashash qanaqa bo'lar ekan? But my home was never on the ground. I've